piyoda yurishning inson organizmiga 7 xil foydasi. Birinchisi asab tizimi uchun. Miya faoliyatini rag'batlantiradi, koordinatsiyani yaxshilaydi, uyquni yaxshilab, tinchlantiruvchi effektga ega. Tekshiruvlarga ko'ra, Alsgeymer kasalligini 40% ga, depressiya alomatini esa 30% ga kamaytirish xususiyatiga ega. Yurak-qon tomir tizimiga ta'siri. Vegetativ nerv sistemasiga ta'sir qilgani tufayli qon bosimini me'yorlashtiradi, qon aylanishini yaxshilaydi. Ovqat hazm qilish tizimidan o't qopini me'yorlashtiradi, ichaklarning faoliyatini, motorikasini yaxshilab, qabziyatni ham oldini olish effektiga ega. Tayanch harakat sistemasiga ta'siri. Kaloriyani ko'proq sarflab, mushakni baquvvatlashtiradi. Bundan tashqari, piyoda ko'p yurganda bo'g'imlardagi og'riqlarning kamayishi hamda suyaklarning mustahkamlanishiga ham olib kelishi mumkin. Endokrin tizimiga ta'siri, bunda yog' kislotalarini oksidlashi, uglevodlarni parchalashi hisobiga ortiqcha yog' kislotalarini teri ostiga yig'ilishini oldini olib, semizlikni oldini oladi. Bundan tashqari, qandli diabetga chalinishni ham ancha oldini olish xususiyatiga ega. Nafas tizimiga ta'siri, o'pka ventilyatsiyasini oshirib, o'pkaning tiriklik sig'imini oshirish kuchiga ega. Bundan tashqari, o'pkadagi kislorod aylanishini 30% gacha oshirib beradi. Piyoda ko'p yurganda immunitet sistemasi mustahkamlanadi.